Assalamu alaikum muhterem qarindoshlar. Ko'rib atqaninglar Erkin Asiya radiosi Uyg'ur bölümü to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar sahifasi. Mazkur sahifamizda bu hafta jarayonida berilgan muhim xabarlarni bir qator eslatib o'tamiz. Men Juma. Men Aqida. Uyg'ur Milliy harakati rahbari Rabiya Qadir xonim va Tibet ruhoniy doisi Dalay Lama ayrim holda Yaponiya ziyorati bo'ladi. Tayvan Markaziy agentligining xabar qilishicha, bu ikki rahbarning Yaponiya ziyorati 5-6 oylarda olib berildi ekan. Dünya Uyghur Qurultayı raisi Rabiya Qadir xonim 5-ayning 20-kunlari Yaponiyada bo'ladi ekan. U bu navbatlik Yaponiya ziyoratida Tokio va Osaka shaharlarida uyushtirilgan ilmiy muhokama yig'inlariga qatnashib, doklad berdi ekan. Yaponiya matbuotlarida Dünya Uyghur Qurultayı raisi Rabiya Qadir xonim va Tibet ruhoniy doisi Dalay Lamaning Xitoy hukumati tomonidan davlatni parchalashga urinayotgan bo'lginchilar deb ayblanayotganligi. Ammo Yaponiyaning o'z qonunlariga asosan bularga viza berganligi bayon qilingan. Amerikaning poytaxti Washingtonda ochilgan yadro bexatarligi oliy darajaliklar yig'ini munosabati bilan 12 va 13 aprel kunlari Xitoy hukumatiga qarshi norozilik namoyishi olib berildi. Namoyish Xitoy davlat raisi Hu Jintao Washingtonda yadro bexatarligi oliy darajaliklar yig'iniga ishtirok qilayotgan paytda o'tkazildi. Namoyishga Kaliforniya, Texas, Virginia va Washingtondan kelgan Uyg'urlar, Tibetlar, Xitoy demokratchilari va Falun Gongchilar qatnashdi. 13 aprel Samuel Gompers xatir bog'chisi maydonida ilib berilgan namoyishni Amerika Uyg'ur birlashmasi, Tibet, Xitoy va Vyetnam kishilik huquq tashkilotlari bilan birlikda uyushtirgan. Namoyishga Uyg'ur, Tibet, Xitoy va Vyetnamliklardan bo'lib 500 dan ortiq kishi ishtirok qildi. Beijingda yaqinda ochilgan Xinjiang qismatiga yordam berish yig'inining ro'yiga asosan Xitoy o'liklarining Uyg'ur eliga kadr avatishga boshlaganligi ma'lum. Janubiy Xitoy kundalik xabarlar to'g'rida ko'rsatishicha, Guangzhou shahrining munosabatli idoralari mushu oyning o'rtalari bir qism mutaxassis va kadrlarni boshlab Qashqarga keldi ekan. Va Qashqarning bir qism noyalarida tekshirish olib berib, qurilish planini tuzib chiqar ekan. Ma'lum bo'lishicha, Guangdong o'lkasi Guangzhou shahri Qashqarning 5 noyasida qurilish plani olib bordi ekan. Xabarda bu 5 noyaning qaysi noyalar ekanligi, bu noyalarda qaysi xildagi qurilish xizmatlari olib berilganligi ko'rsatilmagan. Xitoy hukumati ilgirmo G'arbni echish va Xinjiangning taraqqiyotiga yordam berish nomida Xitoy ko'chmanlarini Uyg'ur eliga ko'plab yo'tkigan edi. 8 aprel Almatada Sharq Turkiston Milliy armiyasi qurilganligining 65 yili xatirlandi. Xatirlash faoliyatiga 200 ga yaqin kishi qatnashdi. Dünya Uyghur Qurultayıning Qozog'istondagi vakili Qahramon Xo'jambadining uyushtirishi bilan Almata Sultan Qurg'on mahallasidagi Hayot restoranida ochilgan mazkur yig'inda mustaqil Sharq Turkiston Jumhuriyati qurish yo'lida qurbon bo'lganlarga atab Qur'on o'qildi. Sharq Turkiston Milliy armiyasi 1944-yili 4-oyning 8-kuni G'uljida qurilgan edi. O'tgan hafta oxiri Anqarada Sharqiy Turkistonning o'tmishi va buguni nomli yig'in o'tkazildi. Yig'in Anqaradagi Atilim universiteti chaqirildi. Bu yig'inda universitet tarafidan alohida taklif qilingan Sharqiy Turkiston madaniyat va hamkorlik jamiyati Anqara sho'basining boshlig'i Xayrullo Afandigul apandi bilan Atilim universiteti tarix o'qituvchisi doktor Rishod O'ztürk apandi doklad berdi. Doktor Rishod O'ztürk apandi so'zida bu yig'inni chaqirishdagi maqsadining Turklarning ota vatani bo'lgan Sharqiy Turkistonning tarixi va bugungi vaziyati haqida ma'lumot berishdan iborat ekanligini ta'kidladi. Məşhur Qırğız öktüçüsü Ramzan Dırıldayev əpəndi Uyğur məsələsiga köngül böldüganlığını ifadələdi. Ramzan Dırıldayev əpəndi Qırğızstandakı Uyğur İttifaqı təşkilatının Qırğızstanda yüz bergan namoyishda o'lganlarning oila tavobatlarına bergan yordamidan suyunganligi va o'zining Uyğur məsələsini vaqtli hökumətə anglatish uchun tirishchanlik ko'rsatadiganligini bildirib, hozir Uyg'urlarning vaqtli hökumətə o'z ahvolini anglatish fursati keldi dedi. Qırğızstandakı dаңlıq kishilik huquq faoliyatchisi Ramzan Dırıldayev əpəndi ayni vaqtda Qırğızstan siyosatidan norozi bo'lib, Avstriyada yashashga majbur bo'lgan. U vaqtli hukumatning taklifi bilan qaytib kelib, Qirg'izistonning hozirgi vaziyatini yaxshilash uchun aktiv faoliyatga o'tgan. Navbatda Qirg'iziston vaziyatining nisbiy muqimlashtirilganligi ilgari surilmoqda. Beijing Aydin tadqiqot o'rni doklad e'lon qilib, Xitoydagi Uyg'ur musofirlarining ig'ir yaklashga uchrayotganligini tanqid qildi. Markaziy Beijingdagi Aijishing tadqiqot o'rni chorshanba kuni Xitoy shaharlaridagi Uyg'ur ko'chma nufusining salomatlik, o'ltiraqlashish va kishilik huquq ahvoli degan mavzudagi dokladni e'lon qildi.
Dokladda Xitoy o'lkələrdəki Uyğurlar duch kelayotgan turmuş, madaniyat, salomatlik, ma'arif, o'ltiraqlashish shart-sharoitlari va bolalarning o'sib yetilishiga doir turli masalalar o'tirib qo'yilgan. Dokladda Uyghur musafirlarining umumyuzlik yaklashga uchrayotganligi va kishilik huquqining dafsanda qilinayotganligi ilgari surilgan. Aytishin nomidagi mazkur tadqiqot o'rni 2006 yildan boshlab Uyg'urlarga diqqat qilishga boshlagan edi. Müstəqil tədqiqatçı İlham Toxti Xitay mərkəzi hökumətinin siyasət belgilashdan ilgari Uyğurlarning sadasını anglab beqish kerakligini o'tirib qo'ydi. O'tgan oyda Xitoy hökuməti Beyjingdə Şinjan xizmatiga yordam berish yig'ini ochgandan keyin Xitoyning har qaysi o'lka va cho'ng shirkatlari Uyg'ur rayoniga mablag' selish qadamini tezlatgan. Bu siyosatlarga Markaziy Millatlar Universitetining dotsenti müstəqil tədqiqatçı İlham Toxti əpəndi o'z qarashlarini o'tirib qo'ydi. U Xitoy mərkəzi hökuməti Uyğur Avtonom rayonida bu xil siyosatlarni yurgizishdan ilgari rayondagi Uyg'urlarning ovozini anglab beqishi, Uyg'ur ziyolilarining fikrini elish kerakligini o'tirib qo'ydi. İlham Toxti əpəndi Xitoy hökumətinin bu xildagi siyosati haqida to'xtalib, bu qitim asosligi Janubiy Uyg'ur rayoniga mablag' selish asos qilinganligi, rayonning muhiti va milliy alayidligiga e'tibor berish kerakligini ilgari surdi. U yana Xitoy hukumatining mablag' selish jarayonida Janubiy Uyg'ur elidagi Uyg'ur qatorliq millatlarning urf-odat, til, yerlik, binokorlik uslubi qatorliq bir qator masalalarni yaxshi hal qilish kerakligini o'tirib qo'ydi. Kanadada chaqirilgan bir ilmiy muhokama yig'inida qatnashgan Amerika George Washington Universiteti professori Uyg'urshunos Sean Roberts va Indiana Universiteti professori Gardner Bowington qatorliqlar Uyg'ur davosi haqida qimmatli fikrlarni berdi. Uyg'urshunos professor Sean Roberts chet ellardagi Uyg'urlarning Uyg'ur davosini faqat davlat arboblari va siyosiylarga anglatish bilan cheklanib qolmasligini o'tirib qo'ydi. Amerika Indiana Universiteti professori Uyg'urshunos Gardner Bowington chet ellardagi Uyg'urlarning o'z madaniyati, tili va urf-odatlarini saqlab qolishda ching turishi kerakligi haqida taklif berdi. Xitoy axborotlarida xabar qilishicha, Xitoy hukumatı yaqinda Appak Xo'ja maziri bilan Yitka masjidini Ipak yo'lidagi nuqtaliq asar atiqi degan nom bilan remont qilish uchun 30 million yuan ajratgan. Bu mazkur ishki asar atiqining Xitoy hukumatı tarafidan tunji qitim remont qilinishi bo'lib hisoblandi. Qashqardagi Appak Xo'ja mazirini Xitoy hukumatı yillardan buyon maqsadli holda Ishbarxon maziri deb atab kelyotdi. Xinhua agentligida ko'rsatishicha, Xitoy bu mazarni remont qilish uchun 21 million yuan, Yitka jamisini remont qilish uchun 11 million yuan mablag' ajratgan. Bu ishki asar atiqini remont qilish 2012 yili bitdi ekan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida sizlarga haftalik xabarlar sahifamiz bo'yicha bu hafta jarayonida berilgan muhim xabarlarni bir qator eslatib o'tdik. Kelar juma kun ko'rishaylik. Xushvaqt bo'linglar. Xayr xush.